Bugun bize aytgancha salomlashaylik. Yo, what's up? Bugun bize shunaqa karta ko'rib turganinglar deymanmi. Sotuvchi bizani Magnus degan do'yamiz borlar. Bize bugun Super Team a'zolari bilan birga mana shunaqa bu o'zidan o'zi qo'shilgan mod bilan qo'shildi. Shunaqa karta bizaga plus bo'lib qo'shilgan. Buning ichida sotuv joyi bor. Ikkinchi etajda uy qursak bo'ladi. Qurolni evolutsiya qilamiz o'sha sotuv joyidan. Hop, turinglar, salomlashimiz hali. Mana ko'rib turganingizda Mamatdan qurol evolutsiya qila olamiz. Bizda faqat bu kasset emas, yolg'iz qurol serialda ishlatgan. Hamma qurollarimiz shu yerda bor. Yo, what's up? Sizlar bilan yana o'sha Mikey va Super Team a'zolari. Bugun biz qasr qurib va qurollarni evolutsiya, ya'ni rankini ko'taramiz. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Janob Kivijon. Janob Kivijon ovozi bunaqa. Men buni montajda qildim. Chunki video payti menda ko'p muammolar bo'ldi. O'shani hisobiga hozir men siqilib raqsga tushaman. Video chatsiz olaman. Sizlarga yana bitta aytadigan gapim, sizlarga reklama kerak bo'lsa hozir chiqqan mana shu Telegramdan shu akkauntga murojaat qilasizlar. Arzon narxlarda sizlarga o'zim reklama xizmatimni taklif qilaman. Xo'p, bolalar, unda hamma ishga ketdi, davay. Boshlaymiz bilan sigirni chop qilamiz birinchi o'rinda. Xo'p, keyin qasr qurish uchun qasr devori uchun tosh yig'ish kerak. Lekin Nezerga bora olsak, Nezerdan ham zo'r toshlar bo'lardi. Ana Nezer boshqacha biyomda bitta tosh turi bor. O'shani bilsanglar, o'shani qilsa bo'lardi. Bizani bu holatimizga hozir Nezer xalaq qiladi. Borolmaymiz ham. Kivijonga bo'lsa daraxt pushti olmoqchi bo'ldilar. Unaqa bizga kerak emas, axir biz erkakmiz. Yo, bolalar, davay unda biz tezroq harakat qilamiz. Hozir davay yotoq yasashimiz kerak. Xo'p, ketdi, davay yotoqlarni uchun qo'ylarni chop qilamiz. Yo, what the fuck? Oh my god! Wow! Oppa, qishloq topdik. Nominachilar bu yoqdan bizga kerakli hamma narsani olamiz. O Kivijon boy ko'rganlar bilan. Nima deysizlar, shu qishloqqa qasr qilib olamiz amili alohida qursa hamkan. Bilmadim, alohida qurgan menimcha yaxshiroq, chunki bu qishloq уже tayyor. Hammani o'raguncha vashcha ko'p vaqt ketadi. O'zimiz qo'l mehnati bilan qilamiz. Bu qishloq hozir qo'y qilib ketadi.
va o'ylashinglar mumkin, qanaqa bu Mayki yana bitta qishloqqa kelib qoldi. Men uranni ko'rolmasdan, u yana bitta qishloqqa topdim, bu yoqni ham uxlatib olishga keldim. Oppa, ko'rib turganingizdek, mana shunaqa yengil katana bilan keyin o'roq sotib oldim. Buni endi olov qilsa zo'r bo'ladi. O'zinglar yovuz qirolda jang payti ko'rgansizlar, zo'r bo'ladi. Bu juda ham yengilmas bo'lib ketaman. Shi zo'r bo'ldi. Endi buni kuchaytirish kerak. Qanaqa kuchaytirish tushunmayman shuni. Mayli, endi keyingi o'ladan kuchaytirishni o'rganib olsam, aniq nimadirlarni belgilab qo'ygan, o'shalardan nimadir qilarman. 12 ta olmas olsam, lekin tayyor oluvligini toparkanman. Opitga qilarkan, 3 ta opit toplasam keyin oshirarkanman. Bo'ldi. Tushunarli. Bo'ldi, endi ishlaymiz. Shu odam o'zimizga xona quramiz. TV jamlanishdi, tozalab olsak, somonlarni. Prям narsalarni to'lib ketdi-yu. Mashdan vaqtinchalik yashab turishga, mana narsalarimni, sandiqlarini, kravatlarni qo'yib turish uchun, hali chunki devor ham qilinmagan. Vaqtinchalik yashab turishga shu yerdan xonani qurib turamiz. Obunachilar, bu qismimiz tuganyapti уже. Keyingi qism 2 kundan keyin prosmotr va layklarni va obunalarni bombillatib ko'paytirib tashlasanglar, tezroq keyingi qism chiqadi.